Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin bexatarlik və Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi 26 mart kuni Milliy ko'rish kanalining ziyoratini qabul qilib, Şərq Türkistan haqiqatlarini anglatdi. Riyosatchi Şərq Türkistan davlati va Şərq Türkistan harakatining orqa ko'rinishi, hozirgi ahvoli, duch kelgan xirislarni so'rg'anida Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor apandi, rahmat sizga shundoq bir imkonni sunganingiz uchun. Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorliq millatlarning tarixiy ana makoni bo'lgan Sharq Turkiston 1949-yili Xitoy tajovuzchilari tarafidan besib olinib, mustamlika va ishg'ol ma'nosini bildiradigan nom Shinjong deb atalgan. Tarixiy nuqtadan qaraganda Sharq Turkiston Hindi Yevropa podshohligi, Shinmu yoki Han imperiyasi, Ko'kturk qog'onligi, Uyg'ur qog'onligi, Qarxonalar davlati, Yarkent davlati, Yetti shahar davlati, 1933-yillar e'lon qilingan birinchi qatimliq Sharq Turkiston davlati va 1940-yillarda e'lon qilingan ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston davlati qatorliq nurg'ulg'an mustaqil davlat tarixini beshidan kechirgan deb javob berdi. Riyosatchi qandaq kurashlarning bo'libmi Xitoyning ishg'oliyatida qandaq kurashlarni boshdan kechirayotganligini, Xitoyning qandaq pozitsiya tutayotganligini, atalmish Shinjongning haqiqiy ahvoliga erishishning cheklanganligini, masjidlarning taqalganligini va inson haqlari dafsanchiliklarining yuz berayotganligini anglaganligini, Xitoy hukumatining harakatimizga bo'lgan inkosini so'rganida Xitoy 1949-yili mustaqil Sharq Turkistonni ag'dirib, ishg'ol qilib olib, mustamlika, irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya yurgizganligini, bo'libmi 2014-yildan buyon buni kuchaytirayotganligini, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgan dastlabki mezgillarda Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining Sharq Turkiston nufusining 90%dan ortiqini egallaydiganligi, Sharq Turkistonni ishg'ol qilish uchun avatilgan Xitoylar askarlarining 2%ni egallaganligi, necha 10 yillardan beri mustamlikaning Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirishning oldini olish, demografik qurilmasini o'zgartirish ekanligi, oldingi 10 yilda 2014-yildan boshlab Xitoy vahshiy irqiy qirg'inchilik yurgizib, millionlab Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiya xalqlarini jazo lagerlari va turmalarga qamab, yuz minglagan ayollarni majburiy tug'mas qilayotganligi, millionlagan homiylarni tushirayotganligi, millionlagan insonlarimizni Xitoyning dunyoning har qaysi joylariga eksport qilayotgan mollarini ishlab chiqarish uchun qul amgikiga selayotganligi, kulturimizni yo'qotayotganligi, maktab, o'quv-o'qitish ishlarida tilimizning amaldan qoldirilganligini, hatto o'z tilimizda yozilgan tekstlarning yo'qotilganligini, kimligimiz, tariximizning sistemlik yo'qotilayotganligini, 16 ming masjid va kultur o'rinlarining yo'q qilinganligini, mavjudligimizning isbotini qoldirmaslik uchun ota-bobolarimizning mozorlarining chaqib etilganligini aytdi. Riyosatchi Sputnik gazeti yaqinda Xitoyning qilmishlarini tasvirlagan bir hikoyani e'lon qildi. Men buni sizning X'da ham berligingizni ko'rdim. Yana biri organ tijorati haqida tafsiliy ma'lumot beramsiz deb so'raganida Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor apandi Sputnik hozirgi Qirg'iziston Jumhuriyatidagi yana bir turk millatidan bo'lgan 1930-yildan 1940-yilgacha milliy ozodlik harakatida rol o'ynagan bizning tarixiy generalimiz Sharq Turkiston Jumhuriyatining mudofaa ministerini tunishtirgan ekan. Organ tijorati masalasida Xitoyning o'zining axborot o'rinlarining 2016-yildagi doklatidan ma'lum bo'lishicha, Xitoy 36 milliondan ortiq 12 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan xalqimizning DNA, ovoz avrishkisi, ko'rish to'r pardasi sayilguchini yig'ib tibbiy tekshirishdan o'tkazib, 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlarni organ yig'ib olish uchun tanlaydi ekan. Xitoyning organ yig'ib olish nisbati 2014-yildagi qalaymaqon tutqun qilishlardan keyin intayin tez surat bilan ortdi. Xitoy hukumati yig'ib olingan a'zolarni musulmon dunyosidagi arab xaridorlarga yuqori bahoda sotdi. Sharq Turkistondagi lagerlarga yaqin bo'lgan aerodromga tutashgan sug'urib olingan a'zolarni to'shiydigan yo'llar maxsus belgi bilan ayrilgan. Bu bir masalaning borligidan derak beradi. Bu insonlarning o'ldirilganligining isboti. Jazo lagerlariga qamalganlarning organlari sug'urib olinib, o'ldirilib, o'liki paketni yo'qotish uchun jazo lagerlarining yeniga silingan jasad ko'ydirish o'choqlarida ko'ydiriladi. Bizning xalqimizning mutlaq ko'pchiligi musulmon bo'lganlikdan bundaq o'ldirib ko'ydirishlar e'tiqodimizga xilof harakat. Xitoy hukumati xalqimizga irqiy qirg'inchilik yurgizib, organlarini sug'urib olib, o'ldiradiganligining dalilini yo'qotish uchun bu harakatni qiladi deb javob berdi.
Riyosatchi xalqaro jamiyatning sizning harakətingizə bo'lgan inkası qandaq bo'layotidu? Xalqaro jamiyatdan nimalarni kutasiz? Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa har qaysi tashkilotlar Sharq Turkiston xalqi duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa qandaq inkas qaytardi deb so'raganda, Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor G'arb davlatlari bo'libmi Amerika shundaqla Yevropadagi 10 dan ortiq hukumat parlamentlari Xitoyning bu qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qildi. Ukrayna urushidan burun 2 yil ilgari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bizning masalalarimizga ahamiyat berdi. Nurg'ulg'an davlatlar qo'shilib aybladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiy qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qildi. Ammo ahamiyatli bir harakat qo'llanmadi. Tələyə qarşı bizning masalalarimizga sal qaraldı. Biz Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoyning jinoyatlari ustidan arz qildik. Dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlarni xalqaro sudga sungan arzimizni qo'llash orqali adolatga erishishimizga yordam qilishini, irqiy qirg'inchilik qilish, insoniyatga qarshi jinoyatga mas'ul bo'lgan Xitoy katibashlarini jazolashni talab qildik. Hukumatlar Rohingyaning davosini qo'llagandek qo'llay olmadi. Hukumatlar Rossiyaning 25 ming Ukraina bolalarini elib qochganligini xalqaro suddan jazolashni talab qildi. Xitoy millionlarcha Uyg'ur va boshqa turk bolalarini oilalaridan ayirib, davlatning yatoqliq maktablari va yetimxonalariga o'rinlashtirib, assimilyatsiya qilib, sodiq Xitoy fuqarolari qilib yetishtiryotidi. Xalqaro jamiyat bizning masalamizga kelganda irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasi bo'yicha o'zlarining majburiyatini ado qila olmadi. Hech bir davlat Sharq Turkistonning ishg'ol qilinishi va mustamlikasidan iborat masalaning manbasini hal qilgani yo'q. Xalqimizning tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish huquqini e'tirof qilmadi. Bu nuqtada yolg'iz inson haqlarini qo'g'dash bizning bu masalamizni hal qilmaydi. Necha 10 yillardan beri biz irqiy qirg'inchilikqa uchrab keldik. Bizning yolg'iz og'azning uchida ayblab qo'yishga ehtiyojimiz yo'q. Xitoyning mas'uliyatini surishta qilishda ahamiyatli bir harakat qilishga ehtiyojimiz bor. Bizning masalamiz va uni hal qilish chorasi boshqa har qanday masala va uni hal qilish chorasidan farqli. Biz xalqaro jamiyatdan qayta takrorlanmasin degan va'dasida ching turib, xalqimizning qutulishining birdan-bir yo'li bo'lgan sirtqi o'z taqdiriga o'zi xo'ja bo'lish, mustaqilligimizni asliga keltirish kurashlarimizni qo'llab yordam qilishini umid qilamiz dedi. Riyosatchi Xitoy Sharq Turkiston xalqini bo'ysundirib, boyliqlarini sumiryotamdi deb so'raganida, Sharq Turkistonning Xitoy jahongirligi uchun foydalanadigan yer ko'lami 1,828,418 kvadrat kilometr keladigan bo'lib, Xitoy Sharq Turkistonning 40% neft va tabiiy gaz zapasiga, 60% ko'mir zapasiga, 40% yer boyligi va mineral moddalar zapasiga ega. Xitoy bizning tabiiy boyliqlarimizni o'g'irlaydi, sumirdi. Taxminimcha 100 million dollarlik boyliqlarimiz Xitoy tarafidan o'g'irlandi. Sharq Turkistonda tok ishlab chiqaradigan bo'lib, Xitoyning 20 dan ortiq o'lkasidagi 120 shahrida ishlatiladi. Sharq Turkiston Xitoy iqtisodining hayot sizqi. Xitoyning yadro qurollarini o'z ichiga olgan qurol sinqini boshqarishdagi strategik asos. Xitoy 1964-yildan 1996-yilgacha Sharq Turkistonda 46 qitim yadro sinqi elib bordi. 750 ming nafar xalqimizni o'ldirdi. Xitoy yana yer ostida yadro sinqi elib berishni davomlashtiryotidi. Undan boshqa Sharq Turkiston Xitoyning chegarasiga joylashgan joy bo'lib, Hindistonga kengayishiga aplik sharoit bilan ta'minlaydi. Masalan, Xitoy 1962-yili Hindistonning Oqsaychin rayonini ishg'ol qilib olib, avtonom rayonga aylantirib, Sharq Turkistonning cho'ng bir parchasi qilib olgan. Yaqinda Xitoy yana qonunsizlik bilan Oqsaychinni qo'shib oldi. Sharq Turkiston bilan birga yana boshqa ikki farqli davlat bilan hamkorlashyotidi. Sharq Turkiston Xitoyning yolg'iz hayot sizqi bo'lib qolmay, Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyodagi mashq va projektlarining kuchi. Mush sababdan Hindistonni o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatimizni qo'llashi, Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo Hindistonning bexatarligi uchun intayin muhim ahamiyatga ega. Hindistonmo Sharq Turkiston va Tibet mustaqil bo'lganda Xitoy bilan territoriya to'qinish qilmaydi dedi. Riyosatchi Xitoy bo'ysundirib olgan mo'l boyliq manbasiga ega Sharq Turkistonning boyliqlarini xalq uchun ishlatamdi. Sharq Turkistonning ijtimoiy iqtisodiy ahvoli qandoq deb so'raganda, Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlika va ishg'ol qilib olishining foydasini faqat mustamlikachi Xitoylarla ko'rdi. Sharq Turkiston xalqi ko'rmadi. Xalqimiz qasddan nomratlashtirildi. Sog'lom tijoratchilar va igilik tiklovchilarga 15 yildan muddatsiz qamoq jazosigacha jazo berildi. Mol-mulki musodara qilindi.
Jazo lagerlariga qamalgan millionlagan xalqlarimiz arzon emgak kuchi sifatida qul emgakiga selinyotidi. Natijada Xitoyning iqtisodiy yuqori ko'tarildi. Bizning xalqimiz qasddan nomrodlikqa tark etildi, qul qilindi. Mustamlikachi mustamlika qilingan xalqqa foyda bermaydi. Bu bir ochiq reallik. Xuddi dunyoning boshqa joylaridagi mustamlikachi va mustamlika ostida qolgan xalqqa o'xshash dedi. Riyosatchi oxirida sizning harakatingiz demokratik, tinch bir harakat ekan. Buning bir kuni cho'qim bir cheki bo'ladi. Xalq bir kuni chegaraga keladi. U chaqda bu yerda qarshilik ko'rsatadigan bir armiya bo'lamdi. Harakatingiz o'ttirg'a chiqamdi. Qurolli harakatingizning o'ttirg'a chiqishiga qanday qaraysiz? Armiya kuchi bilan qarshi turish haqliq bo'lamdi yoki bu allaburun bo'ldimi? Hindiston qatorliq davlatlardan nimani kutasiz deb so'raganda Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor apandi bizning qurolli qarshiliklarimiz 1997 yili Xitoyning hamkorligidagi tashqi kuchlar muhojiratdagi sohibxon davlat tarafidan bitchit qilingan. Bizning armiyamiz harakat qiladigan sirtqi territoriya yo'q. Xalqimiz 2014 yilning 5-gacha qobiliyatining yetishicha qarshilik ko'rsatdi. Biz masalamizning tinch yo'l bilan hal qilinishini orzu qilamiz. İnsan haqlarini qo'g'dash da'vosi biz uchun oqmaydigan ish. Bizning xalqimiz irqiy qirg'inchilikqa uchrayotidi. Xalqimizni qutqizish, hayotda qolishning birdan-bir yo'li Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Biz uni kurash qilib qo'lga keltiramiz. Bizning xalqimiz kurash qilishga tayyor. Biz buningdan qochib qutula olmaymiz. Bizning xalqimiz hech qanday zo'ravonlik harakati qilmagandimi o'ltirilyotidi. Qurollanib kurash qilishga xalqimiz tayyor. Biz Hindiston va boshqa davlatlarning bizning mustaqilligimizni asliga keltirishimiz uchun qandaq yordam bersa, shundoq yordam berishini umid qilamiz dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Milliy istixborot direktor ishxonasini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga markazlashga chaqiriq qildi. Hindiston Tribunal xabar to'rining 27 mart kunidagi xabarda aytilishicha, Sharq Turkiston surgundi hukumati Amerika istixborot jamiyatini Xitoyning kelajakdagi bexatarligi bo'lgan zo'ravonlik va xirislarini analiz qilganda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga markazlashga chaqiriq qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Beyjingning Sharq Turkistondagi bostirishlari irqiy qirg'inchiligiga ko'z yumishning Xitoyning kelgusidagi imperialist xirislarining muhim yo'nalishini ko'zdan qochirish ma'nosida kelganligini ta'kidladi. Sharq Turkiston surgundi hukumati irqiy qirg'inchilikning kishilik huquq dafsanchiligidan olqib, Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi orqali kengayishi bilan murakkab bog'lanishliq ekanligini aytdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bayonotida ko'rsatilganidek, Milliy istixborot direktorligi ishxonasining eng oxirgi doklati Beyjingning harbiy holati, tor iqtidori va rayon siyosati ta'sirining gavdalik taraflarini bayon qilgan. Bu yozmada yana Xitoyning Rossiya, Chavshan qatorliq dushman davlatlar bilan bo'lgan ittifoqdoshligini kuchaytirish bilan birga Amerikaning kuchini ajizlashtirishga uringanligini ogohlantirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati atalmish Şinjan vaziyatiga sal qarashning Beyjingning texnik keng nishonini tushunishda ko'rinarli bo'shliq qoldirganligini o'ttirg'a qo'ydi. Sharq Turkiston surgundi hukumati ko'rsatib o'tgandek, rasmiy turda Şinjan deb atalgan Sharq Turkiston bir balvoq bir yo'l qurilishining darvozasi bo'lib, Xitoyni O'rta Osiyo, O'rta Sharq va Yevropaga tutashtirdi. Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarini keng ko'lamda nazorat qilish, majburiy emgakka selish va kulturini yo'qotish orqali Beyjing rayonga bo'lgan kontrolligini mustahkamlab, munozara talab qilmaydigan iqtisodiy va strategik hukmronlikni saqlab qoldi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Sharq Turkistonni kontrol qilishning ichki bexatarligiga ahamiyat berib qolmasdan, balki uning yer sharidagi ta'sirini kuchaytirishdagi muhim bir qadam ekanligini ta'kidladi. Sharq Turkiston surgundi hukumati bu masalaga davomli sal qarashning istixborot bog'lashda Xitoyning uzun muddatlik orzusiga xato hukm chiqarishni keltirib chiqardiganligini ogohlantirib, Beyjingning talabiga javoban Uyg'urlarga qilingan zulm yolg'iz vahshiylik emas, balki uning texnik keng jahongirlik strategiyasining muhim tarkibiy qismi ekanligini to'nib yetishni talab qiladi dedi. Shundaqla Amerikaning tadbir belgilaguvchilari va analizchilarini bu ko'z qarashni Xitoyning kun sayin kuchayayotgan tahdidiga baho berishga birlashtirishga chaqirdi. Ozod bo'lish kunlaridagi nida. Abduri Burhan Muhammad. Nijotliq signallari bilan oxirlashadiganligi xabar berilgan bu ulug' oy bilan vidolashish arafasida turibdimiz. Darvaqa bu oy nijotliq oyidir. Bu oy fursatlar oyi, qurtulish oyi va ozod bo'lish oyidir. Bu oyni nijotliq oyi deyishimiz, bu oy bizni nijotliq fursatlari bilan ta'minlash orqali bizni tavlaydi. Xatoliklarımızdan, gunohlarimizdan va g'ofilliklarimizdan kelib chiqish mumkinchiligi bo'lgan abadiy baxtsizlikka duchor bo'lishdan aman qilishni, do'zaxdan iborat mangulik halokatdan aman qilishga hali ham fursatimizning borligini ta'lim berdi.
Bizni ruhlandırıdı. Kelgüsümüzge ümitvar bolıştın, Tengirden ümit kütüş fursatımız barlıqıdan bisharat beridi. O'tmishimizdagi xatolik va gunohlarımızdan paklanish mumkinchiligi borligi, bugunimizda bundan tavba qilishga, sagishga imkonimiz borligi va kelgusida nijotlikqa erishguchilardan bo'lish fursatimizning borligi bilan bizga yip-yangi ruh bag'ishlaydi. Bu ayni fursatlar iyi deyishimiz, bu ay bizga oz amal bilan ko'p ajr, oz mehnat bilan ko'p mo'l usul elish fursatlarini sunadi. Yilda faqat bir qatim keladigan qimmatli fursatni ching tutishimizga undaydi. Kelgan fursatni qochirib, nijotlikdan mahrum qilishdan o'ta baxtsizlik yo'qligini imo qilish orqali bizni fursatni qochirmaslikqa, nijotlikqa erishtirguchi fursatlarni ching tutishga chaqirdi. Qurtuluş iyi deyishimiz bu ay bizga nijotlikqa erishishning, kelgusi halokatdan saqlanishning tayyorligini, chora tadbirlarni vaqt qo'ldan ketishdan avval bitirib olishga, boqiy olamdagi halokatlik makon bo'lmish do'zaxdan qurtulish lozimligiga, odam otining ona vatani bo'lgan, mundaqcha aytganda inson turining asli vatani bo'lgan jannatga loyiq qilish kerakligiga, buning uchun fursatni ching tutib ajr va mehnat qilishning kelgusi uchun hal qiluvchi rol o'ynaydiganligiga chaqirdi. Bu ayni ozod bo'lish iyi deyishimiz, bu ay bizga erkinlikning kurashsiz qo'lga kelmaydiganligidan ta'lim berdi. Buni shu nuqtadan ta'lim beridiki, do'zax yo'li shahvat va havoyi havaslar kabi jalbkorliklar bilan, kishilik manfaat, shaxsiy ehtiyoj va nafs aldamchiliklari bilan bezalgan. Jannat yo'li bo'lsa poklanish, soplanish va haqning tarafdorligida ching turish, sadoqatni a'lo bilish, sabr toqatlik bo'lish, iymon va amalda birdaklikni hosil qilish qatorliq qoida usullar bilan bezalgan. Demak, birinchi yo'l qilmish etmishlarning oqibati bilan natijalansa, ikkinchi yo'l kurash qilishning, amal qilishning, mehnat qilishning, sadoqatning va iymonning taqozosi bo'yicha yashashning samarasiga, mukofotiga erishtirdi. Demak, ikkinchi yo'l amalning, tirishchanlikning, nafsga qarshi jihatning mevasiga erishtirdi. Bunun bilan birlikda bu yo'l faniylik mahbusi bo'lishdan, nafs tutquniga aylanib, do'zaxdan iborat abadiy baxtsizlik zindonining quli bo'lishdan ozod qiladi. Ramazon oyi nafsiga tutqun, shaytoniga tarafdor bo'lish bilan do'zaxning mahkum quliga aylanish sharpisidagi insonga nafsiga qarshi, jumladan uning vujudini qurshab olg'uchi barcha shahvat tuyg'ulariga qarshi kurash qilish orqali haqning rizosiga erishish fursatini taqdim qiladi. Buning bilan demoqchi bo'ladiki, jon teningda bo'lsa, kurashning mevasiga erishish fursatdan kelmay qolmaydi. Davri koinot sana yilda bir navbat istiqboldagi abadiy qurtulush uchun fursatini sunganidek, botilning hokimligiga qarshi kurashda ching turish sana hamon uning samarasi bo'lgan haqning hur mehmini bo'lish fursatini sunmay qo'ymaydi. Chunki hammaga qodir Alloh haq yo'lida kurash qilguvchining riyozatini, amal mehnatini natijasiz qoldirmaydi. Haq yo'lida ajr qilguvchining ajrini asla zoya qilib etmaydi. Demak, ozod bo'lishning fursati cho'qim bor. Yetarki sen kelayotgan fursatni tutishni bil. Mana bular hadislarda kelgan do'zaxdan ozod qilinuvchilar degan iboradan so'ziladigan ma'nolar. Mana bular ozod bo'lish ma'nosidagi attiq so'zining do'zaxning mahkumligidan hur bo'lish ma'nosida ishlatilishdagi siri. Shundaqla bu insonning qulluqiga tushishdan ozod bo'lishga ishlatiladigan bir so'zni do'zaxdan aman qilishga ishlatilishdagi hikmat. Acaba biz ushbu muborak oyning mazkur talqinlaridan qanchalik nasibalandik? Iymon maneveri, amal maneveri, pasli misoli fursatlarni sungan bu oyning bizga bermoqchi bo'lgan tarbiyasidan qanchalik oziqlana oldik? Ro'yimizni qanchalik yenga oldik? Buni bizning Ramazonni tutgandan keyin hayot yo'sunimiz, yasham shaklimiz ifodalab bergusi. Nidoyimiz shuki, Janobi Alloh bizni vidolashish oldida turgan bu muborak oyning barakat va fazilatlaridan nasibalangan holda tamomlashimizga muyassar qilg'ay. Agar ilm muyassar bo'lolmagan bo'lsak, mana shu oxirgi kunlarning oxirgi lahzasiga qadar bo'lsa qo'lga keltirib olishga, rahmat, mag'firat va ozod bo'lish fursatlariga noil bo'lib oxirlashtirishga muvaffaq qilg'ay. Bu oy vasilasi bilan mo'l ruhiy quvvatga to'lib, yangicha ruh va yangicha qadam bilan mavjudlik ko'rishiga otlanishga, xuddi do'zaxdan ozod bo'lish misoli hurlik jihatiga safarbar bo'lishga, kufr ishg'oliyatiga qarshi vatan jihodidan iborat Alloh yo'lidagi kurashning sodiq jangchisi bo'lishga muvaffaq qilg'ay. Shundaqla bizga asoratning har turini, azob uqubatning eng qabihini ravo ko'rgan mustamlikchi qonxo'rlardan, ishg'olchi dushmanlardan intiqom olishga, ularning hokimiyati ustidan g'olib kelishga nisb qilg'ay. Bizni o'z ichiga olgan holda asorat ostidagi har bir yurtdosh, vatandosh, dindosh bo'lgan barcha xalqimizni yo'riq dunyoda dushman mahkumiyatidan ozod bo'lishga, hisob kuni bo'lmish oxiratda do'zax mahkumligidan ozod bo'lishga,
aqalli taqdirda fani olamdan өр xalq va өр millat qatoridan o'rin olgan ravishda xo'shlashishga, sharafi va izzati bilan dunyoda o'tish va dunyodan ketishga muvaffaq qilg'ay. 2025 yili 3 oyning 27 kuni. Bizga vaqt ayırğınızlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.